Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan nos chekishning zararlari haqida gaplashamiz. Nos chekishning zararli taraflaridan biri bu uning tarkibi, ya'ni tamaki o'z navbatida nikotinni manbasi sifatida ohak, ya'ni ishqor moddalar, kul, ohak va dalil. Va uni qorishtirish uchun har xil narsalardan foydalanadi. Основной bu maslo, yog' yoki byudjetный variantli bu verblюжий навоз deyishadi, ya'ni tuyalarni go'ngi yoki куриный помет, tovuq go'ngi. Uni qorishtirish uchun. Albatta bu narsalar sizning va mening shilliq qavatimizga ta'sir ko'rsata qo'ymaydi. Albatta bu har safar labni shilliq qavatiga tushgandan keyin bu o'z-o'zidan nima keltirib chiqadi? Kuyish. Bir joy kuyaversa u shilliq qavat juda tez tiklanaveradi, kuyaveradi va qachondirki siz bilan bizda onkologik kasalliklar rivojlanish ehtimolligi shu bilan ortib ketadi. Bu yerda keyin endi bu haqiqiy mahalliy ta'sir qilishining zararlari edi. Endi bizning markaziy sistemamizga, ya'ni markaziy nerv sistemamizga zarar tarafi nimadan iborat? Zarar tarafi asetil xolinga to'g'ridan-to'g'ri konkurent. Ya'ni bizda har bitta organizmimizda har nima desa bo'lar ekan, miya faoliyatimizni barqaror ishlashi uchun kerak bo'lgan neyromediator bu asetilxolin hisoblanadi. Asetilxolinni primoy konkurent, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri konkurent. Ya'ni biz chekkanimizda nikotin bo'ladi, shu asetilxolinni o'rniga o'tirib oladi va o'sha funksiyani bajaraveradi. Oqibatda miya nima qiladi? Miya ham neyromediatorlar ishlab chiqarish kerak o'zini funksional faoliyatini to'g'ri olib borish uchun. Qarasa, nikotin kelib o'tiryapti, tashqaridan kelyapti. Miya shu darajada tejamkor organki, asetilxolinni ishlab chiqarishni to'xtatadi. O'z navbatida siz chekasiz, boshda qiziqasiz, boshda euforiya chaqiradi, bu mazza, bosh aylandi. Haligi tog'a aytmoqchi, nosti kayf qilib yuraverasiz. Oqibatda qachondirki sizga bu joningizga tegadi, o'sha kayf olib kelmay qo'yadi. Kayf olib kelmay qo'ygan paytda siz uni tashlashni o'ylab qolasiz. Tashlashni o'ylaganingizdan keyin o'zingizni cheklashni boshlaysiz. Допустим, oldin 1 soatda bir chekadigan bo'lsangiz, endi yarim soatda chekyapsiz. Уже 2 soatga cho'zdingiz. 2 soat chekmadingiz, tashladim degandan so'ng. O'z navbatida asetilxolinni hech kim ishlab chiqarmayapti, nikotin tashqaridan kelmayapti. Demak, miyaning faoliyati buzilyapti. O'z navbatida miya nima qiladi keyin? Top nikotinni deydi. Top. U neyromediator meni faoliyatimga kerak. Va o'z navbatida bu siz nikotinni chekishga yana majbur qiladi. Chekasiz, tashlolmaysiz, u qilasiz, bu qilasiz. Eng qiziq faktni aytaymi sizga. Shu tariqasida siz зависимый bo'lib qolasiz, ya'ni qaram bo'lib qolasiz nikotinga va shu bilan chekish tashlolmay yuraverasiz. E'tibor bergan bo'lsanglar, chekuvchi. Men o'zim chekuvchiman. Qancha zararligini bilsam-da, men chekuvchiman. Chekish bu odatga aylanib qoladi. Привычка. Odatga aylangandan so'ng, bilasizmi, buni chekuvchilar juda yaxshi biladi. Asabim buzilib qoldi, chekaveradi. Nima qilishini bilmasa ham chekaveradi. Qorni och qolgan bo'lsa ham chekaveradi. Va bu narsani men nima bilan analogiya keltiraman, ya'ni taqqoslayman. Ayniqsa stress paytida soskaga. Bilasiz, bola yig'laganda, qilganda nima berishadi? Soska berishadi. Xuddi shunisiga. Kattalarning soskasi.